Assalomu alaykum hammaga, yangi videoga xush kelibsizlar. Ushbu videoda bugun sizlarga o'zimni pulim bilan qanday qilib aksiya sotib olish jarayonimni ko'rsatib o'taman. Shu Wise ilovasidan Interactive Brokersga pul o'tkazish, Interactive Brokersda o'zim olmoqchi bo'lgan aksiyani qidirib topish hamda o'sha aksiyani sotib olish va videoni oxirida sizlarga o'zimni portfolioyim oxirgi yilda necha foizga o'sganligini yoki bo'lmasa kamayganini ko'rsatib o'taman. Agar siz ham investitsiya qilishni endi boshlaydigan bo'lsangiz, bu video aynan sizga bo'ladi. Qani unda boshladik. Xo'p, Interactive Brokersga pul o'tkazish uchun birinchi o'rinda Interactive Brokers akkauntimizga o'tishimiz kerak. Buning uchun Google ga kelib turib, bu yerdan Interactive Brokers deb qidiradigan bo'lsak, bu yerda birinchi Interactive Brokers kelib chiqadi. Shuni ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerga bosganimizdan keyin IE websaytga o'tamiz va bu yerdan loginni bosamiz va loginni bosganimizdan keyin ushbu joyda o'zimizni login hamda parolimizni kirgizishimiz kerak. Kirgizganimizdan keyin bu telefonimizdan uni approve qilishimiz kerak. Bu yerdan approve qilamiz va telefoningizdan approve qilganingizdan keyin o'zingizni akkauntingizga o'tasiz. Bu meni Interactive Brokersdagi akkauntim. Endi bu akkauntimizga pul o'tkazish uchun ushbu joyda Transfer and Pay ga kelib turib, Transfer Funds ni bosamiz va bu yerda birinchisi Deposit Funds, shuni bosamiz. Buni bosganingizdan keyin bu yerda bir nechta usullar bilan pul o'tkazishingiz mumkin. Bu haqda to'liq video chiqarganman. Shu joyda linki bor, o'tib ko'rishingiz mumkin. Men hozirgi kunda Wise ilovasidan foydalanyapman. Bu haqda ham video bor, o'tib ko'rishingiz mumkin. Nima uchun? Chunki u men uchun qulay. Bir marta shu Wise ilovasidan yoki bo'lmasa Wise akkauntingizni Interactive Brokers akkauntingizga bog'lab qo'yasiz. Shu bilan har doim Interactive Brokersdan Wise ilovasiga aksiyasiz bo'ladi va o'sha joydan qancha pulingiz bo'lsa yo qancha pul kerak bo'lsa o'tkazib olishingiz mumkin bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun Wise ilovasidan foydalanyapman. Xo'p, bu yerda o'sha Transfer from Wise Balance ni tanlayman va bu yerda ko'rganlaringdek hozirda Wise akkauntimda ikki xil summada pul bor. Birinchisi bu yevroda 150 yevro va ikkinchisi bu Polshani pul birligi bo'lgan Polish zlotisida 30 zlot pulim bor ekan. Menga yevro kerak, shuning uchun yevroni tanlayman va bu yerda qancha kerakligi, men 150 yevroni o'tkazib olmoqchiman va bu yerga 150 yevro qo'yaman va ushbu joydan continue ni bosamiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin 150 yevro o'tkazyapsan, shunaqangi ma'lumotlar va bu yerdan confirm ni bosamiz. Confirm ni bosganimizdan keyin bizdan shu Wise ilovasiga parolimizni so'rab chiqadi. Bu yerdan o'zingizni parolingizni kirgizasiz va telefoningiz orqali ushbu transactionni confirm qilishingiz kerak va confirm qilganingizdan keyin shunday yozuv kelib chiqadi, ya'ni sizni shu Wise akkauntingizdan 150 yevro pul kelyapti degan. Va meni holatimda o'rtacha 15 minut vaqt ketadi Wise ilovasidan bu Interactive Brokersga pul kelib tushishi uchun. Xo'p, mana akkauntimga pul kelib tushdi. Bu yerda ko'rganlaringdek hozir menda 151 yevro pul bor. Bu 1 yevro o'zi hisobimda bor edi. O'shancha 151 yevro ko'ryapsizlar. Endi biz aksiya sotib olishimiz kerak. Va men VWCE degan ETF ni sotib olaman. Bu haqda videolarim bor, o'tib ko'ringlar. Endi kelinglar, uni bu yerdan qidirib topamiz. O'zi meni portfolioyimda ushbu ETF bor. Shu yerdan bosib ham sotib olishim mumkin, lekin sizlarga qidirib topishni ko'rsatish uchun bu yerga kelib turib, xohlagan aksiyalarni qidirib topishlaring mumkin. Misol uchun Tesla kompaniyasini aksiyasini ko'rmoqchi bo'lsalaring, bu yerdan Tesla deb qidiradigan bo'lsalaring, bu yerda mana Tesla aksiyasi kelib chiqadi, ko'rishlaring mumkin. Men VWCE deb qidiraman. Mana bu yerda kelib chiqdi. Xo'p, hozirgi kunda bir dona aksiyaning narxi 168,5 yevro ekan. Endi bu yerda buy yoki sell, buy bu sotib olish, sell bu sotib yuborish bo'ladi. Biz sotib olyapmiz, shuning uchun buy tugmasini bosamiz va bu yerda qancha sotib olmoqchisiz
bu yerda 100 ta turibdi. Bunday aksiyalarni donalab sotib olishingiz mumkin yoki bo'lmasa pulingizga yarasha sotib olishingiz mumkin. Misol uchun meni holatimda aytaylik, meni 150 yevro pulim bor, lekin bir dona aksiyasining narxi 168 yevro. Ya'ni meni pulim yetmaydi bir dona aksiya sotib olgani. Shuning uchun nima qilishimiz mumkin? Bu yerda shares o'rniga yevroni qo'ysak, bu yerda o'sha pulimizga yarasha sotib olishimiz mumkin. Misol uchun aytaylik, agar sizda 50 yevro bo'ladigan bo'lsa, 50 yevro qo'yasiz, 30 yevroga sotib oladigan bo'lsangiz, 30 yevro qo'yasiz. Meni holatimda 150 yevro qo'yaman va undan keyingisi bu yerda order type turadi. Ya'ni qanday sotib olmoqchisiz? Buni narxi qaysidir narxga yetib borganda sotib olmoqchimisiz yo hozir sotib olmoqchimisiz? Shunga o'xshagan. Men uzoq muddatga investitsiya qilaman, o'shaning uchun 1-2 sent menga unchalik farq qilmaydi. Shuning uchun bu yerda marketni tanlayman. Market bu hozirgi paytda narxi qancha bo'lsa, o'shanchada sotib ol degani. Xo'p, endi hammasini to'ldirib chiqdik. Bu yerdan buy orderni bosamiz. We accept. Xo'p, mana shunday qilib aksiyani sotib oldik 150 yevroga yarasha. Ko'rganlaringdek, bu juda ham oson. Endi sizlarga va'da qilganimdek, hozir sizlarga portfolioyim oxirgi 1 yil ichida qancha foizga o'sganligini ko'rsatib o'tmoqchiman. Kelinglar, bir haftadan boshlab oxirgi 7 kun ichida portfolioyim deyarli 1,5% ga oshibdi. Yomon emas. Xo'p, oxirgi 1 oyda ichida deyarli 2,5% ga oshibdi. Endi yilni boshidan hozirgi paytgacha 18% ga oshibdi. Endi oxirgi 1 yil ichida, o'sha oxirgi o'tgan yil sentyabrdan boshlab hozirgacha bo'lgan vaqtda qanchaga meni portfolioyim oshgan, necha foizga. Xo'p, buni bosamiz. Xo'p, ko'rganlaringdek oxirgi 1 yil ichida meni portfolioyim deyarli 30% ga oshgan. Bu albatta juda ham yaxshi narsa, chunki aytaylik, agar $100 investitsiya qilgan bo'lganingizda, hozir $100 $130 bo'lgan bo'lardi. Agar $1000 investitsiya qilganingizda $1300 bo'lgan bo'lardi. Shunaqa qilib ko'payib ketaveradi, ha? To'g'ri, bu boshqa aksiyalarga solishtirganda unaqangi katta foiz bo'lmasligi mumkin, lekin men uzoq muddatga investitsiya qilishni tanlaganim uchun bu natija men uchun juda ham yaxshi. Bu natija har yili shundayligicha bo'ladi degani emas. Qaysidir yilda bu kamayadi yoki bo'lmasa minusga ham kirishi mumkin. Lekin uzoq muddatga olib qaraganingizda bu ETFlar sizga ancha xavfsizroq boshqa investitsiya turlariga qaraganda. Va shu narsani ham aytib o'tib ketishim kerak. Hozir faqatgina men o'zim sotib oladigan narsani ko'rsatib o'tdim sizlarga. Bu degani sizlar ham shu narsani sotib olishlaring kerak degani emas. Har doim birorta aksiya sotib olishdan oldin yo sotib yuborishdan oldin o'zlaring izlanib ko'ringlar, o'zlaringga yoqsa keyin o'sha qarorni qabul qilinglar. O'ylaymanki, ushbu video sizlarga qandaydir ma'noda turtki bera oldi. Chunki ko'rganlaringdek investitsiya qilish oson. Qancha pullaring bo'lishidan qat'iy nazar investitsiya qilishni boshlashlaring mumkin. Muhimi qancha muddatda investitsiya qilish, qancha pul bilan emas. $50 bo'ladimi, $100 bo'ladimi, har oyda aksiya sotib olib, uni uzoq muddatda ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, ushbu video sizlarga foydali bo'ldi. Foydali bo'lgan bo'lsa, bundan juda ham xursandman. Keyingi hafta yakshanba soat 8 da ko'rishguncha xayr. Sog', salomat bo'linglar.